Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana sizlar bilan juda xalqimiz o'rtasida ko'p uchraydigan kasallik, oddiy xalq tiliga ham hammaga tanish bo'lib ketgan migren kasalligi to'g'risida ozgina tushuncha bermoqchiman. Hammamizga aniq narsaki, migren deganda shu boshni og'rishi to'g'risida tushunchamiz bor. Hatto ba'zi bemorlarimiz o'zlari ba'zan tashxis ham qo'yib kelishadi. Migren bo'lib qolganman, mana shunaqa bosh og'rig'i hisobiga migren bilan davolanib yuraman degan ko'p iboralar bilan murojaat qilishadi. Aslida to'g'ri, migren haqiqatdan ham shu boshqacha nomi gemikranialgiya deydi, ya'ni bosh qismini yarmini xurujsimon og'rishi. Lekin shu kasalliklar bilan taqqoslash kerak bo'lgan ba'zi kasalliklar ham tibbiyotda mavjud. Masalan, bulardan hozir ayniqsa mana COVID virusidan keyin juda ham xalqda ko'p uchrab qoldi. Ular ham ko'pincha migren tashxisi bilan bizga murojaat qiladi. Aslida chakka miya arteriyasi shu yallig'lanishi yoki chakka bo'g'imlarini, ya'ni yallig'lanishdan kelib chiqadigan og'riqli sindromlar bu ham xuddi migrenga o'xshab namoyon bo'ladi. Boshning yarim qismida og'riq bo'ladi, lekin bu tashxisni ikkovini differensial diagnostika qilib turib, to'g'ri lecheniya boshlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki migren tashxisini davolanishini yo'nalishi boshqa yo'nalish, височный periartrit yoki buni tibbiyot tilida gigantoklеточный periartrit deb ham ataladi. Buni davosi tamoman boshqa davolash. Ko'proq bu kasallik yallig'lanish, shamollash kasalliklari qatoriga kirgani uchun shu antibiotiklar, protivospolitelniy, keyin yana bir ikkita bu kasallikni aniqlash uchun qondagi ba'zi tahlillarni bajarib, bu kasallikni ajratib olib, keyin lecheniya olishlarini xalqimizdan biz so'rab qolardik. Albatta, tashxis aniqlangandan so'ng uni davolash osonroq kechadi. Sog' bo'linglar, e'tiborlaringizdan xursandmiz.